Amir Temur tarix sahifalarida Aleksandr Makedonskiy, Doro I, Yuliy Sezar kabi yirik sarkardalar bilan bir qatorda turadi. Amir Temur insoniyat tarixidagi eng qat'iyatli shaxslardan biridir. Turli manbalarga tayangan holda u haqidagi bilimlarimizda ham hukmdor, zobit, sarkarda ham jangchi sifatida gavdalanadi. Yirik davlatni tashkil qilib, Amir Temur mamlakatning iqtisodiy va madaniy rivoji uchun sharoitlarni tayyorladi. O'tgan davrlarning qadimiy an'analari yangi tarixiy ko'rinishda qayta tiklangan. Yaqin va O'rta Sharq bo'ylab Movaronnahr savdo-sotiq, iqtisod va madaniyat markazlariga aylanishi zamirida Samarqand, Kesh, Buxoro, Termiz, Toshkent va boshqa qadimiy shaharlar obodonlasha boshlagan. U qurdirgan inshootlar saltanatining kuch-qudratini ko'rsatib bera olishi kerak bo'lgan. Amir Temurning hayotlik vaqtida davlat boshqaruvi haqida so'zlovchi Temur tuzuklari nomli maxsus asar yozilgan. Boshqaruv yillari davomida Amir Temur feodal tarqoqlikka barham beradi. Fransiya, Angliya, Kastiliya kabi yirik Yevropa qirolliklari bilan savdo-diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yadi. Amir Temurning vafotidan so'ng G'arbiy Yevropa bilan savdo-diplomatik aloqalar nihoyasiga yetadi. Kuch adolatdadir. Amir Temur: dushmandan qo'rqma, munofiqdan qo'rq. Bu jahonga amir kerak va shu amir men bo'lishim kerak. Qilich o'tkir bo'lsa-da, o'z sopini kesmagan. Nomussiz hayotdan nomusli o'lim yaxshi. Bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r mingni. Og'zingga qon to'lsa ham dushman oldida tupurma. Qo'liga qilich olgan bahona qidirmaydi. Jangda yengish taqdir pardasi ostida yashirin. So'zlaguvchi gar nodon erur, tinglaguvchi dono bo'lsin. Kechira bilishlik mardlik, kechira bilmaslik nomardlik sanaladi. 100 ming otliq qila olmagan ishni bir to'g'ri tadbir bilan amalga oshirish mumkin. Eng baland minora ham yerdan ko'tarilgan. Qo'liga nasab va kuch kelgan odam va'dalarni unutadi. Bir marta xoinlik qilgan odam shubhasiz yana shu ishni qiladi. Jasurlik bu xatar oldidagi sabrdir. Men faqat 4 ta yomon xislatni o'zida jamlagan insondan cho'chib turaman.